gap bo'lishi mumkin emas. Bu yurtda allasiz tong otmas, sof oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas, san'atdan baxtini topganlar, sahnada dardini topganlar deb bejizga shoirlar qalam tebratmagan va bugun ajoyib kuy qo'shiqlarni taqdim etish maqsadida respublikada tan olib aytish kerakki, Navoiy viloyati yuksak o'rinlarga ega bo'lib kelayotgan kuy qo'shiqlari xalqning qalbigacha yetib borayotgan viloyat maqom ansambli badiiy rahbari Shuhrat Mamedov. Qolaversa bizni doimiy navbatchi sozlarimiz Shamshodjon Narzullayev va ajoyib xonandalar tashrif buyurgan Hamza Saidov hamda Madinaxon Yo'ldosheva. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Erta tongda ko'rib turganimizdan xursandmiz va bugun Shuhrat Mamedovni tabriklasak ana endi bo'ladi, Nilufar xon. Bemalol tabriklashga vaqt ham yetib keldi Shuhrat aka. Bugun mana shunday shukrona kuningizni nishonlayotgan ekansiz va bugun efirga ham taklif etildingiz. Sizni mana shu ayyom bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. San'atda, ijoddan aslo to'xtamang deymiz. Rahmat. Biz sizga tilaymiz uzoq bir umr. Bu umrda bo'lsin hamisha huzur, yashang bir asr yana nimchorak. Shuhrat Mamedov, tavallud ayyomingiz bo'lsin muborak. Bu alohida tabrik jamoamiz nomidan. Biz bilmagan edik, hozir bildik tavallud kuningizni. San'atkor inson shundayda, yo'lda bo'ladimi, cho'lda bo'ladimi, ish yuzasidan hattoki o'zini tavallud ayyomini ham nishonlashga fursat yetmaydi. Lekin erta tongdan yo'q demay tashrif buyurganingiz uchun tashakkur bildiramiz. Endi suhbatlashadigan bo'lsak, bugun viloyat maqom ansambli ish grafigi bo'yicha qayerlarga borishni maqsad qilgan, qanday konsert tomoshalar o'tkazyapti, qaysi qo'shiqlar ustida ishlashyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mana shu Navoiy televideniyamiz muxlislari, haqiqatan sizlarga rahmat. Juda erta tongda men o'zim ham kechqurun bilan SMS o'qidimda, ko'p tabriklar o'qib sol, uyqusizlik ham bo'ldi, lekin sizlar har ertalab qarayman, televizorda qo'ygandan chiqib turasizlar-da. Kuch-quvvat bersin sizlarga ham. Rahmat. Endi ansambl haqida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda haqiqatan muhtaram prezidentimiz tomonidan o'zi juda mana shu maqom san'atiga katta e'tibor qaratilgani biz uchun katta yutuq. Qolaversa ustozlarimiz ham shunaqa bir nima deydi, orzu, umid, armonlari ham ro'yobga chiqdi desam men o'ylayman, mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda endi bironta viloyat to'xtamayapti-da. Har bitta viloyatda mana Telegram kanallarni kuzatib turamiz. Har bitta viloyat shiddat bilan ishlayapti. O'sha ustozlarning merosi, o'sha maqom yo'llarimiz, bastakorlar ijodiyda, xalq yo'ldagi kuy qo'shiqlar juda chiroyli ish ketyapti hamma viloyatga. Undan tashqari o'zimizni mana maqom ansamblimiz haqida gapiradigan bo'lsak, biz ham ko'pincha tadbirlarda birga bo'lamiz, o'zingiz xabardorsiz. Shu maqom qo'shiqlarimizdan, kuylarimizdan tashqari yana o'sha tadbirlarimiz mohiyatdan kelib chiqib mustaqillikka alohida aytadigan bo'lsak 8-dekabrga alohida 14-yanvar o'sha davlat tadbirlari har bitta tadbirga qo'ldan kelgancha jamoamiz bilan bir chiroyli asarlar, kuylar ishlab olib chiqishga harakat qilamiz. Har bitta tadbirga yangilik bo'lyapti ansamblimiz tomonidan. Buni ko'pchilik xalqimiz ham e'tirof etadi. Bugungi kunda o'zimizga ko'rganda mana bor ekan-ku, mana shunaqa maza qilib eshitsa bo'layotgan ansambl oldin ham bo'lgan. Endi kim biladi, har doim ko'rinmagandir balki. Endi bizga mana nasib qildi hozir har bitta davlat tadbirlariga chiqib shunaqa chiroyli bir go'zal san'atimizni namoyish qilish. Undan tashqari prezidentimiz qarorlari bo'yicha har bitta viloyatga chiqib, har bitta viloyat grafik qilingan bir bu viloyatga, masalan Jizzax, Samarqand, Buxoroga, Navoiy, Xorazmga har oy deyarli konsertlarimiz bor. Hamma viloyatda aylanib chiqdik, bironta viloyat qolmadi. Undan tashqari xabarlarimiz bor. Yevropa davlatlariga 2 marta chiqib keldik. Hozir yana niyat qilib turibmiz Ozarbayjon davlatiga chiqib kelishga. Shunga tayyorgarlik qilyapmiz. Endi ustozlarimiz o'zlaringizga ma'lum, mana Tursun opam, Rahim aka, Jumaniyozov, Nozim aka, Mayram opalar, Salim akalar ko'pchilik ustozlar jamoada ishlayapti. Ular bilan ham fikr bo'lib o'sha
oldingi meroslarimiz qolaversa, bugungi zamonga xos kuy qo'shiqlarni ham bastalayapsiz. Bilasizmi, Shuhrat aka, aynan bolaligim paytida so'rida bobom o'tirib radiodan maqom eshitar edilar-da, o'sha paytda menga biroz erish tuyulgan. Balki men tengi bolalarga ham shunday bo'lgan bo'lishi mumkin. Vaqti bilan maktab yoshidan o'tib kollej davriga kirganimizda zamon estradasi qo'shiqlarini tinglay boshladim. Ana undan so'ng uylanib, oilali ro'zg'or tashvishlari bilan asta-asta hayotni o'zi insonni shunday tarbiyalab qo'yar ekanki, bugungi kunda boshqa zamon estradadan ko'ra maqom yo'nalishida aytilgan kuy qo'shiqlar menga go'yoki taskin bergandek tuyuladi. Ochiq aytish kerak. Chunki to'yga borib qolamiz, yo davlat tadbirlarida, yo yo'limiz bilan qaysidir taksi mashinasiga o'tirganimizda o'sha beradigan musiqiy foni, ya'ni kim o'sha kuyi qulog'imizga shuna qomatga keltiradiki, tezroq o'sha joydan qochay deymiz. Aynan tadbirlarda yo bo'lmasa televideniya orqali yo radio eshittirish orqali maqom yo'nalishini eshitganimda shu qo'shiq tugasin, undan keyin turaman degan joylarim ham bo'lganda, bugungi kunda aynan so'zlariga ham alohida e'tibor qaratishyapti tinglovchilar. Albatta. Maqom eshitayotgan insonlarni fikr mulohazalari keskin o'zgarib boryapti-da, hozirgi san'atkorlarni bemalol tomoshabin tanqid qila oladi. Bu qo'shig'i yaxshi chiqmabdi, bu qo'shiqdan ko'ra mana bu so'ziga alohida e'tibor qaratsa bo'lardi degan. Aynan maqom aytish yo'nalishi bo'yicha yoshlarning fikr mulohazasi qanday? Endi bitta narsa, Ulug'bekjon, umuman maqom san'atimiz, o'zimiz mana shu milliy qadriyatimiz haqida gapirsak vaqt yetmaydi. Kechgacha gapiradigan bo'lsak, chunki men har doim aytaman, har bitta o'sha suhbatda, intervyularimda aytaman, maqom san'ati ustozlardan eshitganimiz bu inson uchun immunitet deb gapiradi ustozlarimizga. Va shu o'rinda insonni ruhiyatini ham tetiklashtiradi, taskin beradi. Mana shu maqom yo'nalishida ijod qilish. To'g'ri. Masalan, immunitet deb aytadi ustozlarimiz, haqiqatan maqom eshitganda boshni chayqab, o'zi bilmagan holda beixtiyor hali tebranish ruhiyatga taskin beradi-da. Albatta. Mana maqomni tarbiyaviy jihati, mana maqomchi ustida to'ni bor, boshida do'ppisi bor. Hamma yog'i mana tarbiyani bemalol oila bilan ko'rganda, eshitganda bu tarbiya, qizlarimiz ham, yigitlarimiz ham. Keyin uni ilmiy tomoni bor, o'sha so'zlarni, masalan, maqom eshitgan hamma ham eshita olmaydi, uni to'g'ri tushunamiz. Chunki bu uchun ham alohida bilim, ilm bo'lish kerak insonda. Masalan, ishqi ilohiy, ishqi majoziy degan ibora borki, masalan, ey sabo holim borib sarvi xromonimga ayt degan, masalan, so'zlarni to'g'ri talqin qila olish kerak unda. Nimaga urg'u berilganligi haqida. Haqiqatan bu ishqi ilohiy, bu Allohga bo'lgan iltijo. Masalan, ey sabo holim borib sarvi xromonimga ayt. Allohga sabo orqali meni dardimni Allohga yetkar deyapti. Masalan, bu ilohiy tomonida. Keyin uni haqiqatan o'sha ruhiyatga ta'sir qilishi bu shifo tomoni. Ibn Sino ham o'z davrida san'at bilan shunaqa bir maqomlarimiz bilan kasallarni davolagan ekanlar. Bizda o'sha tarixdan ma'lum, kitoblardan ma'lum. Endi agar tushungan, bilgan odam uchun immunitet dedik, shuni o'zi yetadi. Bu san'atimiz faqat maza qilib dam olib inson ruhini poklaydigan san'at. To'g'ri aytasiz. 1000 bora eshitgandan ko'ra bir bora ko'rgan yaxshi deydi. Keling bitta maqom eshitib ko'raylik. Endi bugungi kunda xalqimiz ham mayli, endi boshqa san'at kamsitmoqchi emasmiz, yengil narsalar ko'p eshitishga to'g'ri kelyapti-da. Masalan, men endi xalq ichida yurib e'tibor beramiz, ham bir o'sha ko'pchilik ustozlarimiz, umuman xalqimiz biladigan Nasrulloy degan san'atimizda, o'sha maqom san'atimizda bir zabardast qo'shiq bor. Shash maqomni, buzruk maqom, birinchi maqom tarkibiga kiradi, o'sha nasr qismiga. Shuni qo'ldan kelgancha Hamzajon Saidov, mana Madinaxon o'ldirish va ijro qilib beradi. Marhamat. Qani marhamat. Müşkün zülfü
canım Mustama yetmiş Balayı kuşların halkalar bir laban yetmiş Samandan kim yalın diktiz kim yardın yar Anya bizni samandarlaş Nagerdi saman etmiş Şeker iş Altaz yağla divana Könlümni Kazal her bir şer tavrin bir oturup aman gitmiş Vafatil balikdin noksan bulsan Ani kör kim Ay yar yar ay Cefada kimliğin inçene Garip peykeler sen gitmiş Labingdan uşuyor zahri hazrozingda tanırmaz kim men yar zarhan bulganda bir aşkam yetmiş
Mani canım nidağı iş birlerde rahman etmiş. Bravo kimse dik ağzadaş buldu bu boyuz kaza bir kan hamsarsız onu hamsar bana etmiş. Mayraşım tütey saltı ki kümün tira tümüşay. Yar yar ay. Beni asun bilemez kim Anya İsa'dan etmiş. Noikiç sanedin kim seni bir yar yaray. Zalim zar yarinni aziz arjuman etmiş. Canim Tashakkur bildiramiz. Barakallah. Juda maza qildik Ofarin. va faoliyatga omad yor bo'lsin Shuhrat aka, Rahmat. Hamza akamizga, Madinaxonga, Shamshidjonga va tashakkurimizni izhor etamiz va viloyat maqom ansambli respublikada birinchi o'rin bo'lsin. Katta jahon sahnalarida ham maqomimizni tarannum etish nasib qilsin. Tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Biz esa Nilufarxon yangi soatlarda turibmiz. Viloyatimiz hayotiga oid Diyor 24 axborot dasturi bilan tanishib chiqamiz. Marhamat.